aytadi. Duvalning burchag'iga olib borib, tong saharda girdini olib Ahmad yuraverdi. Shunda olishaydi bir malla savdogar degan savdogar tuyalarni qish qilib yotqizib qo'yib tutmanlarning bozoriga kiraydi. Shulardan qul olaman, to'bicha olaman, tilini yaxshi ko'raman, gapirib yuraman degan maqsadda tong vaqti qul bozorga shunday oralab edi, bir burchakda bir qulbashcha bilan ikkita qulcha urib o'tiribdi. Bir joyda sotilamagan uchovi yakkalab sotilamagan. Agar yakkalab sotilsa, shu qulbashchani olayin dedi. Shunda qullarning egasi kim degandan keyin Ahmad Sardor men dedi. Ayt narxini. Uchoviga 18 ta qulunni biyani berdi, tezroq chiqarib yo'qotib ketdi. Shunda 18 qulni yavanib berdi, uchog'ini oldiga malla savdogar bozordan chiqarib haydab 10 chaqirim yurib edi. Nurxonning jasadiga o'nda yaxshi qaramagan ekan, jasadini ko'rib, "Hop, bachchag'ara. Sog' boshimni saqib chavishtirib olganga o'xshayman." Avval bir joyga ketgan bo'lsa Chambildan Ahmad Sardor avazning ustidan tuhmat qilgan bo'lsa Go'rovliga avazning bolalarini Qulbozorga sotgan bo'lsa, ajalimdan 5 kun oldin o'ldim-da deb kelib yotib qolgancha otib qol degan gap bor. Shunga bir gap qotib qolayin. Jasadin xonzoda tarzi qul bola, otang kim, enang kim, bolam kimning bolasi bo'lasan, ne sababdan qulun sodir deb so'rab turgan joyi. Otingiz nima? Toshbobo. Toshbobo? Toshboy desam bo'laveradi.
aytma, to'g'ri aytdim bolam nima deydi ya o'ynab o'sgan yelingda qo'ylar tursa qo'zi sayay o'zidan yemadi ko'zlaringdan jimma jimma yoshlar bolam qamadi jasadganing qonada tatiga bolam qurbola sotib olib men bobomga bolam taqat qolmadi bersa boshdan kelasan targ'a chilg'an bog'dinga sen ham gulasan jasading ay qondada tatin bolam qurbona xudoyo qaysi yerdan qanday xato qilursan masaya qulakiye otilmaz chapanlaring eskirmasa bolam jibi tuzlatilmaz qalach qorga tushmasa qirmizi qon chotilmaz senden oturmaz cesedinle oynanayım kozuma kozuma kozumayım senden bana kurbanlarına satılmadı sen kılıp koygan hatandı mayalarga ergeçtirip otandı cesedine kanlara kim dedi ya balam senin atandı Yürgen tülkülere aşırga benzer özünü Taş korganda yürgen çiğmin tülküye aldırmaydı özünü Aslan kaytıp basmaydı da özünü Kimcilattı sendegene kozuna Yeşiti var babanın sözünü Çılık yeşillerdi babasının erdi Tağlar başından ay Alnından da vuran ay Başına sen de vuran ay Atadım hem mahnin bavrum izirdi Menden avat soran ay Tamam binan kim bunu Nazla bizgeni Begdat yanaşın bunu Hoşun aytamam senin toyuna gül bunu Şanlıya kara karnım ayman min bulaman ol bunu Benden ahal soramam babacan O pazardan bu pazarga satılamam Allah'ım
yatkan palvan taşları. Şiirine saray palvan taşları. İkizlerine birer bardana balam çarçap senden siyanıp öttüm. Kaynar yatan bulakları başlığım il halka bildiray tombrağını şagirtkimge çaldıray iki bilaklı tombrağa kaldıray bir avcıma kep gitti de rahman kal bir avcıma kep gitti de yeşmanatı asıl termeyi istalika kaldıray hayyara Nurhayyaga yaraşkandır taranga çulkar taban oylar taşlar karanga attın tatıp yerini tatman saranga koşa bana pıtışımlarını öttüğünü asparı tavdum ıspat manazarangı karana karan kaşıma karana vadin işine karan kaşıma karana vadin işine namın derade lavasana asırdan kışıma ava çıktı aktarı bitti tavdum başıma duvatı geldir dervişten özlerini tatman kayıştan ava sana ayrılmandır çizim kırdaydı işten tıkka tayladı tayladı batı girişten akıllı sağlasıday çılkanın arkasıday ata baradı eziden ata bin yerkasıday yana haydaydı karattır sırıcı sarkasıday mağara tavdan saylaydı hem akardı takasıday Ciganceme vıkkalika takıldı Kapıratın bağrına karan yegildi Tamma para yaptı canavara Bir taş sırıldı canavara Dağ kırat istemem bu yığıldı Ana şanda işağını sorup, tağ taşlardan sorup öttü. Karga
ko'rinsa ko'rinadicha u ko'rinmaydi. Tikkan ishapdan taydab qayg'irday ushib borayot, bel dolqirab bir yerdan jig'ilib g'o'maqon oshib ketdi-da. Ko'z ko'rim yerga avaz, hey, ana shu yerga borib jig'ildi, shonda shayton ketdi. Ha, bachchag'ara, avaz qara. Otni urishqa minganingda ham yuzingni yerga qaratmagansan, ozaga minsang ham yuzingni yerga qaratmagan. Kelib bolalaringda izlaganda seni qora piyoda qilaman, u ikkisin jomonda bo'lsin. Ikki ko'zining o'rtasidan ot. Shu yerda g'ojillarga jemtik bo'lsin, bola senga kerak bo'lsa piyoda axtar dedi. Ana shunda Avazxon yoyga 40 ta o'qni solib, G'iratni ikki ko'zining manglayidan chaqlab otayotgan joyi. Aytqali til kerak, chetkali qo'l kerak. Buni aytqali ko'tanga yo'l jesam qo'l kerak. Boshqa kerakmi boshqa? Ay qillanga batmoqchi, hasratlar qatmoqchi. Qarsa vaqti joyladi, dalqirata atmoqchi. Bazbadan ko'ngli to'lmadi tazdan. Qarsa vaqti joyladi, atmoqchi, otga ikki birday ko'zdan jon ko'zilar o'zidan. Hayda. Yap
başa beterdi. Kelme hava derdi. Evet sandı şeytan vasvas kıldı. Yedik eli kederdi. Buradan başka beterdi. Körmege kapı katerdi. Rahman ortaga tüşübe avadi şaşıdan kaytardı. Ana şonda Boşu kılıp yaratıma batandı. Hürmet kılıp to'yga kelgan mehmondan. Mehmonlarga aytdiga malla sadagar doston diya. Doston emas rahmon qil, kelma emas rahmon qil, do'mbira emas rahmon qil. Ochib berdik boy qabul chol, uzun qishlog'iga kilitsiz bo'stondi. Yesan ketgan dostlarim, yesan qaysin yeliga, gap keladi dostlarim, qiynoqdan mumkinliga, osmon betda turmalari, oshiq uchar xillari, amin berib jenadiyam meni vaqti avasdan, taqratimning keliga. Aylar pana-panada, halini bilgan donada, Xudo taqani ishga bayqavlaka oxir onam ko'nadi. Bolani parvarish qilgan mening ota yenadayan, jilovin ushlasiday avvalmaray jo'nadim. Ot aydagan avvallar baland tog'lar pastidan dushman qotolmaydi. Avvalxonni qasdidan avvalxon borib qoldi ya. من عيد سفر الجوم ağlaydı qolida yaraq jo'q borib qoldi 10 ming jizding ustidan bari xotin bozor bo'lib qolgan erkak odamdan darak yo'q elda davr siraman el aralab jiraman Avazxonni ozali xotinlarning ustiga taylab ketaygan. Yana kelganda rahmon qil, qolganini aytib beraman. Odamlar faqir bo'ldi, tog'larda chog'ir bo'ldi ya. Kechangdan tayoq yemayna, ko'ylari mahir bo'ldi. Ma'qulmi? Rahmon qil. oldu. Bu Geçti. dalillarni aytaylik. Aldı geçti.